Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa Urganch shahrida gastronomning yonida ikkinchi qavatda bir xonalik kvartirani sizlarga tanishtirib o'tsak, 3 xo'jalik bo'ladi ekan. 3 xo'jalik bo'ladigan podezimizda bir xo'jalikda bir xonalik kvartiramiz. Joyimiz narxi ajoyib, yerimiz samozyol hojatxonamiz, yurtdoshlarimiz hamma narsasi joy-joyida, faqat bir uborka qilib berish kerak, bir ajoyib qilib döşashtirib yashab berish kerak. Bo'lgani bu yerda. Birimiz oshxona bor, oshxonani ko'chirib, balkonga ko'chirib qo'ydilar. Yerimizda yana yurtdoshlarimiz bir xona joyimizda alohida otopleniyasi ham bor. Otopleniya ko'psida bo'lmaydi, bu yerda otopleniya ham og'on bor ekan. Oshxona qilib qo'ydilar ekan do'stlar. Oynalarimiz plastik rammadan, hammallari. Remontini ham gap bo'lishi mumkin emas, u daraja remont borda ko'payotgani yo'q, akkuratniy bo'lib turibdi. Birimiz bir xonasi, oynalarimiz plastik rammadan. Urganchimiz dik markazida, gastronomning yonida hamma biladi. Gastronom magazinimiz bor. Magazinni yonidagi domadan 2 qavatli bino bu, ikkinchi qavatida. Narxi ekranda yozib turadi. Srochniy sotuvda joyimiz. Shoshilamiz, like, podpisatsiya so'rab qolamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.